70. bab. Xanның тәубә вә пұшайман қылғанлығының баяны. Xanның тәубә вә пұшайман қылғанлығы Әбуджан ұлық, құдіретлік вә нұқсансыз болған Хәзірті Тәңірінің илтипат вә мәрхәмәтлерінің башынышы еді. Рәхим шәпқатлік Хәзірті Пәрвейдігар илтипат hükümü болған мұқаддас Құр'анда Аллаға сәмими тәубә қылыңлар. Kur'an-ı Kerim 66. Sure Tahrim 8. ayetinin baş kısmı. Deb ferman kılgan. Mehriban Allah'ın eni şu boysunu zörür bulgan fermanının hükümü boyunca müminlerge tevbe lazım ve zörürdür. Tevbe aziz nerse, o aziz bendelerge berildi. Degen hükümünün takazası bulgan bu saadet her kanda kolu kıska kişiye müyesser bulmaydı. Eğer o saadetmen kişini takdir hidayeti ve ezel muvaffaqiyeti qo'lgan bo'lsa, müyesser bo'lar. Nazm. Eyki fazling dastigiridir, manga bul dastigir. Öz-özümdün seyir boldum men, manga bul dastigir. Ta qachongacha tayru tavba qilgan men, sindirgan men, berguchi sindirguchi sensen manga bul dastigir. Eğer her qandaq baxtiyar kishiga bu saadet nisib bo'lsa, bu Tangri dergahının zor muhabbeti ve katta inayetidir. Nazm. Bu kuşu yaşıdır, ani bilmeyin ede keşkuman. Yek kabulumuzdur, ülkem seni tartadır bu yan. Xanның mübarek ehvali bu halga muvafiq ve bu maqalga layık boptu. Yuqorida bayan qilib o'tilganidek, sharafxo'rlikqa xonning rag'bati shu darajada ustun ediki, masalan, tushida hushyorlikni tushsinmi, tabir tushning aksicha bo'lur degan maqolni o'z ahvoliga loyiq deb qarab, u tushga maslik tabirni beradi. Nazm. İş kucha jami ajal ko'nglimda ol saqiya durur, to'lg'icha peymanım ol saqi bila baqi durur. Xanның bu adetini taşlışı herkes kişinin təsəvvürüge kelmeydi. Amma mehriban Tanrının ata qılğan muvaffaqiyeti ve pak Pərverdigarının bəxiş etken hidayeti yetiş bilanla saadet qolları pasıqlıq yaqısını par qıldı. Xan bütkül işçimlikten təvbə qıldı. Nazm. Hazar şükri ki qıldı gafur ani məğfur uqudu tövbe ilallahi. Kur'an-ı Kerim 66. Sure Tahrim 8. ayetinin baş kısmı. Ne lebihur. Bu tevbe barlıq mest qılğucu içimliklerini içişten kılıngan bulup texi toluq tevbe emas idi. Barlıq məni kılıngan kılmışlarının kılıngan tevbe ondan toluq ve mükemmel tevbe boludu. Bu tevbenin tarihi Tubu illallahi tevbeden tubuli Allah tövbe. Tangriga tövbe qılыңlar degan oyatning tövbe so'zidagi oxirgi ikki harf ba va he ni kirgizmay hisoblaganda hosil bo'ladi. Qur'on Karim 66. Sure Tahrim 8. oyatdagi bu harflarning soni abjad hisobi bo'yicha jumlanib, uningdan bi va he harflarining vakillik soni chiqarib etilsa, Hijriya 928 yili Miladiye 1421-1422 yılları kelib chiqdi. Xan bu vaqadan 7 yil keyin tavbani to'liqladi. Ya'ni Hazreti Maxdum Tangri uning qabrisini nurli qilg'ay, ning huzurida tavba qilib, butkul nahi qilingan, to'silgan ishlardan yandi. Bu vaqtga nisbatan Tubu illallahi tavbatan degan oyat to'liq holatda tarix bo'ldi. Bu ayet abjad hisobi bo'yicha Hijriya 935 yili, Miladiya 1428-1429 yillarni ifodalaydi. Bu ajoyib ma'no va g'aroyib latifidir. Bu ixcham bayonning tafsiloti shuki, Rashid Sultan Mo'g'ulistonga yurish qilgan shu bahorning oxirgi zimistonida xon yangi sarda edi. Tag'am xonning mulozimatida billa edi. Paqir Yorkentda edim. Xan bu ishni menga ko'p qitim so'zlab berib mundaq degan edi. Seydi Muhammad Mirza bilan yangi sarda edik. Bir kecha mayxurlik qildik. Tun oxirlashganda xotiramga yetdiki, nazm. Tun mastu sahar mastu hamma kunda xumar avqati sharif tura razoi kechadir.
Әмді хушар болдыған вақтың етті. Бұл налайық қылықларыңны ташлығын. Olamның pərvişçisi bolğan Tanrının dargahida bəndilik kəmirini belingə məkkən bağlığaysan. Bu niyət könglimdən orun aldı. Yəni işkilinib. Bu xiyallarım məsliknin alamıdı bolsa kerak. Halbuki bu əyiş işrətsiz hayatlıqdan nimi ləzzət, nimi huzur bolsun deb oylab, muşu xiyal bilan uyquğa ketdim. Bir çağda xumardan yılandek tolğanğan holatda oyğandım. Xumarni besiş üçün şarab tələb qılğan edim, hazır qılışdı. Şu çağda keçidiki niyetim esimga tushdi. Darhol Seydim Muhammad Mirzani chaqirib uningga bu mayxo'rlikdan ko'nglimga malollik yetdi. Tavba qilishni xohlayman dedim. Shu chaqda Seydim Muhammad Mirza zar-zar yig'ilgancha so'z boshladi. Ey sahib Qiron sulton, ey saodat inshaalloh xon, bu dunyoda hech bir foydasi, oxiratda hech bir yaxshiligi bo'lmagan badanning sog'lomligiga, uningdan turli ziyonlar va aqlning pokiz aynigiga shuningdan 100 qisma kir va to'zonlar yetadigan islom dinida harom qilingan, xaloyiq orasida yomon atoqqa sababchi bo'lgan bundoq odatni tashlash lozim. Balki zarurdir. Bundaq naloyiq qiliq va yiqimsiz odat bilan shug'ullanish hazratingizga qandoqmi loyiq kelsin. Көңлім sizni bu qiliqdan to'sashqa ko'p qitim mayal bo'lgan. Ta'lim bu arzimni samingizga selishga hamisha talabkor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin muvofiq vaqt bo'lmaganligi va adab qarovulining yo'l bermasligi tufaylidan og'zimga sukut tamg'isini besib yurayotgan edim. Mana hozir Tangrining inoyati va taqdirning muvaffaqiyati bu yaxshi niyatni muborak ko'nglingizga sapdim. Muborak bo'lsin. Bütkül aləmnin pərveydigari haqqı bu cəhətdə təxir qılmang. Bu işni keyniga tatmang. Bundaq saodat və bəxit dövlətini qo'ldan bermang dedi və tavba qilishga rəğbətləndirib noiti küçəb təklidi. Şuna dərhal chin ko'nglimdan tavba qildim. Məclis əhliga ruxsat berdim. Hər qaysisi bir tərəfga berib bu ishqa özləri məşğul bo'lishdi. Mən özüm tavba qilib bu naloyiq odatni tashladim. Nazm Biri g'ayib o'zdan birdi nimmast, birisi g'azal qichirib mayparast. Mug'anni solib har tarafdan xurush, ki saqi urib har taraf bangit nush. Xon bu vaqani piqirga ana shundoq bayon qiladi. Tag'amning Yasaviya shayxlarning tariqatiga kirganiga necha muddat bo'lgan edi. Shunga taqvodorlik, solihlik yo'lini tutgan edi. Xonning bu odat va qiliqidan noidil malol va parishon bo'lib yuribotdi. Xon bu maslahatni org'a solganda tog'am xonni tavba qilish yo'liga haddu hisobsiz va cheksiz targ'ib qildi. Xonmu taqdir soatining yordami bilan darhol tavba qilib majlis ahlining har biriga "Endi har qaysinglar bir tarafga berib o'z ahlinglar bilan bazmi tuzinglar. Buningdan keyin mening bilan bundaq bazmi tuzish umidini uzinglar" deb farmon qildi-da, bazmi suhbat asboblarini sundirdi. Nazm Üzüb sundurib chang ila torni badar qildilar ahli mayxorni. Ki mayxonavu kufi sindurdilar, kadurlarga jumla shikast urdilar. Demak, taqvodorlar jalb qilindi. Pasiqlar noumid bo'ldi. Solihlar toyibsi aziz va maqbul, olimlar firqasi muhtaram va suyimlik bo'ldi. Zoidlar va ibodat qilguvchilar karamlik Tangri taolo huzuriga shukr sana etishga mashg'ul bo'ldi. Dehqonlar va puhralar hojatmanlik yuzlarini yerga qo'ydi. Duo qo'llarini osmonga ko'tardi. Xon o'tgan umrini sharobxo'rlik bilan kechirganiga pushaymon qilib, kecha-kunduz astag'firulloh, ey Tangrim, kechirgaysan va tavbin asl ilayhi tavba qildim degan so'zni tilida takrorlaydi. Nazm Javoniki masirdi pindardan, qaralar kabi qochdi ag'yordan. Anbiyalarning xotimasi bo'lgan Hazreti Payg'ambar alayhissalom mo'jizlarni bayon qilguvchi tili bilan guharlar chechib aytgan. Odamlar o'z podsholarining diniga agishidi degan sharafli hadisining taqozosi bilan butkul xaloyiqda tavba qilish moyilligi va ibodat yo'liga kirish qizg'inligi kuchaydi. Meyxona ishga etildi, masjid darvozasi ochildi. Solihlik da'vatlari zimmindan osmonga ko'tarilishga boshladi.
Mehribon Tangrimning rahmati osmondan zaminga tushkili turdi. Payg'ambar alayhissalomning va uning hurmatga loyiq oilasining haqiqiy hurmatidan buning ajr savobini pok va muqaddas Tangri oshu xonning jannatga sazobar pokiz ruhiga go'zal chehra bilan ato qilg'ay va u olamlik martabasini a'lo darajaga yetkazgay. 71-bob. Xonning saltanatni tashlab darvish bo'lmoqchi bo'lganligi va buningga muvofiq bo'la olmaganligi. Buning sababining bayoni. Vaqtiki xon tavba qilish sharafiga erishib, Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarning do'sti tutadi. Qur'on Karim 2-sura Baqara 222-oyatning bir qismi degan oyatga sharafli zotlar qatoriga kirdi. Uningdan keyin Mo'g'ulistonga chiqdi va Qo'shqarda Rashid sulton bilan ko'rishdi. Shuningdan keyin o'zi Qo'shqarda qilib Rashid sultonning amirlari va Muhammad Qirg'iz bilan birga Mo'g'ulistonning hamma atrofini tizginlab, chechilib ketganlarni yig'ishga avatdi. Xon ko'nglini butkul qirg'izlardan xotirjam qildi. Bahor vaqtida Mo'g'ulistonni tizginlash uchun Mo'g'uliston kelatdi. Ikkinchi yili bahor vaqtida xon yana ko'chib chiqdi. Ko'pincha Mo'g'ul ulusimi o'z ixtiyorligi bilan ko'chib berib Qishning oxirgi mezgilda xon ahli ayolni Mo'g'ulistondagi Qo'shqarda qo'yib o'zi Yorkentga qaytdi. Buning sababi mundaq edi. Xon tavba qilgandan keyin so'pilarning kitoblarini to'liq mutolaa qiladi. So'zlariga ko'p diqqatini, o'y-fikrini sarf qiladi va uningdan intayin ta'sirlanadi. Jumladan ularning xo'jisi Hazrati Shayx Abul Qasim Junayd Bag'dodi. U azizning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Tazkiratuz Salihin Salihlar haqida Aslama nomli kitobida aytgan. Allohning qo'shinlaridan bo'lgan qo'shin degan latifani ko'rib, xonda cho'ng ta'sir paydo bo'ldi. Xon hamisha tasavvuf kitoblarini ko'rishni davomlashtirib So'pilarning nozik so'zlarining mazmuniga yetadi. Bir kuni Hazrati Xoja-i Buzruk Bahoiddin Naqshbandi Tangri uningga rahmat qilg'ayning maqomatlarini mutolaa qilib ko'rib Hazrati Xoja-i Buzruk mundaq degan edi. Ilgirki vaqtlarda jinim qulqiga shundoq bir nida keldiki, ey Bahoiddin, bu yo'lga qandoq kirasan? Bu kirmak men aytgan bo'yicha kirmakdir. Men bu nidaga javob berib, undaq emas, men aytgan bo'yicha bo'lsin dedim. Demak, necha navbat shundoq nida keldi. Men mu ashu javobni beratdim. Oxirida shundoq bo'lsin deb xitob keldi. Shuningdan keyin bu yo'lda tirishchilik qildim. Xon maqomat ichida bu ajoyib hikmatni ko'rdi. Billa o'ltirgan kishilar Hazrati Xoja-i Buzrukning himmat va shijoatlari ajoyib yuqori ekan deyishdi. Xon bo'lsa Hazrati Xoja-i Buzrukning ojizligi va muhtojligi ajoyib ziyoda ekan dedi. Billa o'ltirganlar hayron qilib bu so'zning ma'nosini sharhlab berishni o'tindi. Xon bayon qilib, undaq emas, men aytgan bo'yicha bo'lsin degini, yana men bir ojiz bandaman. Bu yo'lga pok va buyuk Tangrining farmoni bo'yicha kirishning hodisidan chiqolmayman. Agar o'z qudratimning yetkini bo'yicha kirsam, qabul bo'lgan bo'lsa kiralayman. Undaq bo'lmasa, intayin ojiz bo'lganligim uchun bu yo'lga kirolmayman deganlik bo'ladi dedi. Bu so'zlarni qilishdan maqsad shuki, so'pilar Tangri ularning sirlarini muqaddas qilg'ay. Ning so'zlarining tegiga xonning fahmi noiti bak yetadi va xon bu jihatda ko'p ta'sir paydo qiladi. Xon tasarruf kitoblarini ko'rishni davomlashtirib aniq bildiki, toki bir kamolatga yetgan pirning xizmatida bo'lmoqcha bu saodatga muyassar bo'lg'ili bo'lmaydi ekan. Shunga xonning dunyodan va saltanat ishlaridan ko'ngli sovdi. Ko'ngli dunyodan butunlay uzildi. Ko'p vaqtlarda xilbatda o'ltirib, fiqirlik tariqatining suluklari haqida suhbatga mashg'ul bo'ladi. Har xil kishilarni suhbatiga qatnashtirmaydi. Xonning suhbatdoshlaridan biri tog'am, Tangri uningga rahmat qilgan edi. U Yasaviya tariqatiga kirgan bo'lib, oshu silsila bilan mashg'ul bo'layotdi. Shubhili xizolardan faraz qiladi. Xon ko'p hollarda tog'am bilan ham suhbat bo'ladi. Xonning yana bir suhbatdoshi xonning tog'isining o'g'li Shoh Muhammad sulton bo'lib, Xoja Herining kuyov'i edi. Uning aslimasi yuqorida qisqacha bayon qilib o'tilgan edi. Faqir Muhammad Haydarga sepining oxirida o'rin tegatdi.
u suhbatga kiralaydigan buningdan ortiq kishi yo'q edi. Xaloyiq bu haqda har qismi fikrlarni qiladi. Har xil tadbirlarni aytishadi. Xonning bu suhbatiga bu to'taylardan boshqa hech kishi qatnashtirilmadi. Ehtimol xon bular bilan maslahatlashib kerak deb gumon qilishadi. Nazm. Men g'aming birla vali xalq gumon eylarkim. O'zlaridek magar andishai olam qilaman. Oxirida maslas shuningga qaror topdiki, xon Yorkentga qaytib qarindishi Amin Hoji Sultonni Oqsudan elib kelib podshohlikqa o'tirg'izmoqchi. Butkul ulusni uningga topshirmoqchi bo'ldi. Xon xilvatda yakka yegona ibodatga mashg'ul bo'lmoqchi bo'ldi. Tangri taolo bir mukammal piri komilning xizmatiga yetkazgay deb kengashdi. Buningdan ilgari haj safarining ado qilish uchun ketarlik jabduqlarni tayyorlab qo'ygan edi. Yana qolgan zarur lozimlik safar asboblarini tayyor qilib, hamrohlarni tanlamoqchi bo'ldi. Tog'am hayotlar bo'ladigan xonning xizmatida bo'ldigan bo'ldi. Shoh Muhammad Sulton bilan Faqirmo xonning mulozimatida bo'ldigan bo'ldik. Shundaq niyat qilib qaror qilindi. Shu asnoda Hazrati Hoji Muhammad Ubaydullah ibn Hazrati Nasriddin Ubaydullah Ahrar Tangri ularning sirlarini muqaddas qilg'ay. Ning o'g'li Hazrati Hoji Muhammad Yusuf Samarqanddan Qashqarga qadam tashrif qildi. Bu xush xabar Mo'g'ulistonga anglandi. Hazrati Hoji Muhammad Yusuf noiti solih va parhezkor edi. Xonda u zotning xizmatiga berish ishtiyoqi kuchaydi. Xon u zotning xizmatida maqsad talablarim muyassar bo'lur degan umidda edi. Xon shu umidda Qo'shqardan ravon bo'ldi va zimistonning oxirida Yorkentga kelib Hazrati Hoji Muhammad Yusufning mulozimat sharifiga erishdi. Xon dunyoni tark qilish, faqirlik va yakka yegonlik yo'liga kirish maqsadini Hojiga bayon qildi. Hoji aytdiki, so'pilikning ulug'lari bu haqda nurg'un so'zlarni aytibdi. Shundaq aytibdiki, nazm. Sariri hukumat uza shoh bo'l, nihoningda darvishi ogoh bo'l. Yana bu yerda mundaq aytibdiki, Misra. Bu Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida e'langan. Parischa 1-2 nusxalarda beyt, Tajber sarnau alam bardush dar amal kush harcha xayhi push. Beshingda agar toj uchangda alam, lekin bol ibodat bilan barcha dam deyilgan. Misra. Boshingga toj qo'y, uchangga alam. Chunki saltanat va podshohlik bo'lsa, Tangri taologa yiqilishning eng cho'ng vositasi va eng yaqin yo'lidir. Lekin podshohlar saltanatni shahvoniy lazzatning asbobi va shaytoniy amallarning vositasi qilib olgan. Podshohlar bir so'z bilanla shundoq javob topudiki, darvishlar umr bo'yi tirishchanlik ko'rsatibmi, undaq savobga muyassar bo'la olmaydi. Tangriga yiqilishga saltanatning yaqin yo'l yo'q. Buning sharti shuki, saltanat egisi darvishlik va gushanishlikni qilsin. Bir piri komilning mulozimatida bo'lsin. Shayx Najmiddin Kubra mundaq degan ekan. Agar murid chin axloqliq bo'lsa, haqiqiy irodasi bo'lsa, u murid mashriqda, piri mag'ribda bo'lgan taqdirdami, Tangri taolo u pirni tortib ixtiyorsiz holda u muridning qishiga keltiradi. Agar muridning talbi haqiqiy bo'lmasa, garchi u piri bilan bir uyda tursimi, maqsadiga yetolmaydi va bu saodatga muyassar bo'la olmaydi. Men o'zimda qanchalik bor bo'lsa, uni oymayman. Menda o'z ko'nglimdan bir so'z chiqarib degudek layoqat yo'q. Ammo otam Hazrati Hoji Muhammad Ubaydullah menga bir necha qur xat yozib, xat bitib bergan edi. Uni sizga hadiya qilaman. Hazrati Hoji shuni aytdi-da, u putukni chiqarib xonga berdi. U xatning mazmuni mundaq edi. Tariqatga talabkor bo'lguvchilarning eng muhim shartlari shuki, birinchidan tomoqni oz yeyish, ikkinchidan gapni oz qilish, uchinchidan o'zlikni oz o'ylash, yana manmanlikni oz qilish. Xonga shunchalik pandu nasihat yetarli bo'lib tasalli topdi. Adolat va yaxshilik yo'lini tutdi. Bu ishga qudratining yetishicha mashg'ul bo'ldi. Shuningdan keyin Hazrati Shayx Najmiddin Kubraning saodat nishonliq so'zlari rost chiqdi. Bu vaqa bo'lib bir mezgildan keyin Hazrati Hoji Nuran uning sirlari muqaddas bo'lg'ay keldi.
xonning talab qilgan maqsadi muyassar bo'ldi. Bu kunlarda Xoja Tojiddin Turpondan keldi. 72. bob. Xoja Tojiddinning ahvolining bayoni. Bilmek kerakki, Hazreti Xoja Tojiddin Hazreti Mevlana Ershiddinning avlodlaridan edi. Hazreti Mevlana Ershiddin bo'lsa, Mevlana Hafiziddin Kabir Buxorning inisi bo'lmish Hazreti Mevlana Shujiddin Muhammadning avlodi edi. Mevlana Hafiziddin Kabir bo'lsa, mujtahidlarning oxirgisi bo'lib, Mevlana Shujiddinni Chingizxonning parakandichilik mezgilida bu viloyatga elib kelgan edi. Mevlana Ershiddin bo'lsa, Mevlana Shujiddinning nasllaridan bo'lib, Moğol toifasi ularning hidoyatga yetaklashi bilan islom diniga kirgan edi. Bu voqealarning tafsiloti Xudo xolsa tarixiy aslida bayon qilingusi. Xoja Tojiddinning asli iti Xoja Ubaydullah edi. Xoja Ubaydullah bo'lsa, Xoja Ubaydullah Bo'shiz Obidanning muridi, aziz va solih kishi edi. Xoja Tojiddin otasining xizmatida Mavarau nahriga bordi va u yerda Mevlana Ali G'arron Tusinning oldida ilm tahsil qilgan edi. Mevlana Ali G'arron Hazreti Ishonning e'tiqodmatlaridan bo'lg'ashqa, Hazreti Ishonning suhbatlariga musharraf bo'lgan edi. Paqir Xoja Tojiddin anglagan edim. U zot mundaq degan edi. Bir kuni Hazreti Xoja Ahrar uning sirlari muqaddas bo'lg'ayning suhbatlarida edim. Bu majlisga qatnashganlarning hammasiga nazar qildim va muloyiza qilib bildimki, bu majlisda mendan boshqa bu so'zga munosib kishi yo'q ekan. Shunisi ayon bo'ldiki, u nasihatni menga qilib etibdi. Darhol quloq soldim. U nasihatning mazmuni shundoq ediki, buningdan keyin parhez qilishim va shubhalik taomlardan yiroq bo'lishim kerak ekan. Shu kundan toki bugungacha bu ishni o'zimga odat qilib kelyapman. Kishining taomini yemayman. Demak, Xoja Tojiddin necha muddat Hazreti Ishonning mulozimatlarida bo'lgandan keyin ijozat elib Turpon tarafga yondi. Sulton Ahmadxon, Alloh uning hujjatlarini nurli qilg'ay, uni azizladi va hurmat qildi. U zotning farzandini uning bilan o'xshashla izzat va hurmat qiladi. 73. bob. Xonning Xoja Tojiddinni Turponga yondirganligi. Saidxonning Qozoq O'zbekning xoni Toyirxon bilan do'st bo'lishganligining va ashu kunlarda bo'lib o'tgan boshqa ahvollarning bayoni. Xoja Tojiddin Turpondan kelganda, xon Xojaga munosib ta'zim va ikrom yo'sullarini baja keltirdi. Bir yil Yarkentda turg'izdi. Uningdan keyin mamnuniyat va hurmat ehtirom bilan Turponga qaytdi. Keyingi qish mezgilida Rashid Sulton berib qalmoqlarni chopqon qilib, qalmoqlarning barini talish. Bu ism Mulla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'l yozmasida baran talish deb e'langan. Farscha birinchi nusxasida Yaran Tayish, Farscha ikkinchi nusxasida va Toshkent Ruscha nashrida Yaran Tayishi, Tehron nashrida Baran Tayish deyilgan. Otliq sardarni o'ltirib, g'ozilik sharbiga erishib qaytdi va Qo'shqarda qishladi. Xonmo ko'chmay o'zi berib Rashid Sultonga qo'shildi. Yuqorida qozoq xonlarining bayonida ismi zikr qilingan Toyirxon qishning o'rtasida yetib keldi. Arada ko'p qitim elchilar berib kelishib, uning xonning xizmatiga kelishi qaror qilingan edi. Xonning hamisi Sulton Nigar xonim uni xonning huzuriga yetkazadigan bo'lgan edi. Bu Sulton Nigar xonimning ahvoli yuqorida bayon qilib o'tilgan. U Sulton Yunus xonning 4-qizi edi. Sulton Abu Said Mirzaning o'g'li Sulton Mahmud Mirza vafot bo'lgandan keyin u Jonibek xonning o'g'li Adik Sulton Qozoqqa borgan edi. Bu xonimning Sulton Mahmud Mirzadan Mirzaxon otliq bir o'g'li bor bo'lib, Badaxshonga podsho edi. Tarixning Hijriya 917-yili. Hijriya 917-yili, milodiya 1511-1512-yillarga to'g'ri keladi. Lekin inglizchasiga tarjima qilguvchi rus arabcha raqam ashrun 20 bo'lsa, 10 ashir deb xato o'qilgan. To'g'risi 927-yili, milodiya 1521-1522-yillari edi, deb tahlil bilan izohlagan muharrirdan.
Kesel bilan vafot bo'ldi. Uning o'g'li Süleyman Shoh Mirzo bugungi kundami otasining o'rnida Badaxshonda podshohdir. Sultan Nigar xonim Adik sultonga nikoh qilingandan keyin uningdan bir qiz yuzi ko'rdi. Uni mushu kunlarda Rashid sultonga nikoh qildi. Bu ahvol keyin bayon qilingusi. Qosim xon vafot bo'lgandan keyin xonlik Toyir xonga tava bo'ldi. Toyir xon bo'lsa Adik sultonning o'g'li edi. U Sultan Nigar xonimni shu qadar azizlaydiki, tuqqan onasidan ortiqroq ko'radi. Sultan Nigar xonim uningdan ko'p minnatdor bo'ldi va mundaq so'zni oraq soldi. Har qanday ahvolda sen mening farzandimsan. Sen turgan yerda boshqa farzandim esimga kelmaydi. Uni orzumu qilmayman. Ammo men amdi qeridim. Dash sahrolarda yurgidek mag'durum qolmadi. Şuna meni qerindishimning o'g'li Sultan Saidxonning huzuriga yetkazib qo'ysang, ömrümning oxirida uning shahrida turib aman esenlik oyoqlarini xotirjamlik etaklari ichiga tortib kun o'tkazsam. Ko'nglim shuni xolab qoldi. Uning ustiga O'zbekistonda mang'itlarning dastidan sening ishing ro'naq topmayotdi. Ularning mudaxalasi tufaylidan sening tavaying 10 lak, 1 million din 4 lak 400 mingga tushib qoldi. Agar men u yerga borsam, Mo'g'ul xonlari bilan sening o'tirangda bir amal qilib do'stlik o'rnatsam, balkim mang'itlarning balo qazosidan aman bo'lsang, sening ishlaringga foydaliqdek turadi. Bu so'z Toyirxonning ro'yiga muvofiq keldi. Shunga Mo'g'uliston chegarasiga kelib do'stlik loyihasini org'a soldi va o'zi Qo'shqarga kelib xonga mulozimat qoidasini ado qildi. Xon hammasining yuz xotirasini qilib Toyirxonga o'rnidan turdi va mundaq dedi: "Gerçi sana o'rnimdan turishim va to'ra qoidasi bo'yicha noto'g'ri bo'lsa-mu, lekin sen buzrukvar hammomni menga yetkazding. Meni ko'p minnatdor qilding. Bu yaxshi ishing uchun sana o'rnimdan turman." Xon o'rnidan turdi. Toyirxonmi o'z qoidasi bo'yicha yerga bosh urib kelib xon bilan ko'rishdi. Xonmi Toyirxonning turli shohona iltifotlar bilan aziz va har xil xonlarcha tortiqlar bilan martabalik qildi. Toyirxonning singlisi Sultan Nigar xonimning qizi edi. Uni Rashid sultonga nikohlab berdi. U hozirmi Rashid sultonning haramida bo'lib, farzandlar bor. Ularning har birining ahvoli o'z navbatida bayon qilingusi. Xon yonadigan vaqtida Muhammad Qirg'izni tutib, bog'lab Qashqarga elib keldi. Buningdan sabab shuki, Muhammad Qirg'izdan ozroq qarshilik ko'rilgan edi. U o'zbeklarga iltijo qilmoqchi bo'lgan edi. Shunga u bu qitim qamalgancha toki xon vafot bo'lgandan keyin ondan qamoqdan xalos bo'ldi. Xon xaloyiq tinchlanarmikin degan niyatda Peqir Muhammad Haydarni Mo'g'ulistonga qo'yib qaytdi. Peqir har qancha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, qirg'izlar tinchlanmasdan qechib Mo'g'ulistonning nariqi chetiga berib Toyir sultonga qo'shildi. Ba'zilari qilib qoldi. Bu yili xon bir farzand yuzi ko'rdi. 74-bob. Sultan Saidxonning o'g'li Sultan Ibrohimning tug'ilganligining bayoni. Tarixning Hijriya 930-yili Shavul oyi. Hijriya 930-yilning Shavul oyi milodiya 1524-yili 8-oyga to'g'ri keldi. Edi. Nazm. Charag'i saadatu anvarija. Daraxshan yuzidan chuqur shidushmah. Sahiri sharaf o'zra qo'ydi qadam. Zihi axtari sadu burji karim. U xonadonlikning ko'kining quyoshidan va saltanat osmonining to'lin oyidan chiqqan nur sho'llari saodat va davlatning sharaf burjini yoritdi. Uningga Sultan Ibrohim deb ot qo'yildi. Uni Hazrati Xoja Muhammad Yusuf farzandim deb atadi. Baba Sarix Mirza uning otabegi qilib tayinlandi. Baba Sarix Mirzaning ahvoli Qashqar yosalining bayonida zikr qilingan edi. Sultan Ibrohim tug'ilganda turli hashamatlik to'y ma'rakalar o'tkazildi. Ilgirmi, keyinmi undaq qat'iy ma'raka bo'lib baxmagan bo'lg'aydi. Xonning o'z farzandlari ichida uningga muhabbati ziyoda edi. Uni hamma farzandlardan bakrak izzatlaydi va hurmatlaydi. Uning tug'ilgan tarixini fazilat egilari har xil usullar bilan ifodalashdi. Shu jumladan Peqir Muhammad Haydar bu tarixni mundaq nazm bilan ifoda qilgan edim. Rubai.
از روزه گلی بباغی دل آماده است. شخصدایی ترکان چیگل آماده است. زلاللهی اگر بگویمش نیسب عجب تایرخی ولادتش چو زل آماده است. Zil saye degan so'zning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda hijriya 930 yili, milodiya 1524 yiliga to'g'ri keldi. Amadas. Jannatdan bir gul ko'ngil biqiga keldi. Go'yoki turk shahzodasi chigil orasiga keldi. Uni Tangrining soyasi desam ajablanmang, chunki uning tug'ilgan tariximi soyadakla keldi. Bu Sultan İbrahim'nin qalğan əhvali öz məhəllədə bayan qılınğısı. 75. bab. Xanның Andijonga 2-ci növbət barğanlığının bayanı. Vaqtiki bahar Şəhristani Noruz qədimi üçün rəng-birəng güllər bilan zinətləndi. Allah bir nərsəgə vücudğa kəldiysə, dərhal vücudğa kelidi. Qur'on-Karim 6-cı surə An'am 73-cü ayətinin bir qismi. Havayu həvəs gülşinining bulbullari dastan aytishga boshladi. Maslahatchilar Rashid Sultanning ishlarini mustahkamlashning tayyorligiga kirishdi. Shunga Sultan Saidxon Yorkentdan Mo'g'ulistonga yurish qildi. Qashqarga yetib borganda Hazrati Xojai Nuran Andijon tarafdan qadam tashrif qilib yetib keldi. Xon uning paybosluq sharifiga erishdi. Hazrati Xoja o'tib Yorkentga keldi. Xon Mo'g'ulistonga ketdi. Yazning oxirida Issiqko'lga yetib bordi. Shu asnoda qalmoqlar Mo'g'uliston chegarasiga yaqin keldi degan xabar yetib keldi. Xon Allah yo'lda jihad qilganlar Qur'on-Karim 2-sura Baqara 28-oyatning 8-sura Anqal 74-oyatning va 9-sura Tavba 20-oyatning bir qismi. Haqqidagi karamlik dalilining hukmiga amal qilib, baxtiyorlik oyoqlarini saodat o'zangisiga qo'yib, jihad va urush niyatida qalmoq tarafga qarab yurish qildi. Issiqko'ldan 10 kun yo'l yurib, Qobi qalar otliq yerga yetgan edi. Qashqardan tag'am qishidan odam kelib, Suyunchak xon o'libdi, O'zbek sultonlari bossiz qapti. Intiqom elishqa buningdan obdan payti bilmas. Necha vaqtlardan mushundaq fursatga intizor edik degan xabarni yetkazdi. Tag'amning Qashqarda qilishining sababi mundaq edi. Shu barda havoning issiqligi sababidan yerga yeshil o't cho'plarni silinja qilib selib, u o't cho'plar ustiga muz suyini sepib, yalang'och beti uning ustida yetib uxlagan ekan. O'yg'inib qarsa, laqva palash bo'pti. Tilig'imi to'salg'i paydo bo'pti. Shu kunlarda xon Mo'g'ulistonga yurish qilib Qashqarga yetib kelgan edi. Hazrati Xoja Andijondan keldi. Nazm. Zehi bu kelmikinga baxit marhaba qildi. Shu ko'rdi pok yuzingni malak duo qildi. Naxush bu kelmaking oldi menga namasih sifat ki bir nasifida hamda dardima davo qildi. Kesalning saqayg'usi kelsa, tiyib o'zi kelur degan maqol bor. Bu ish tag'amning ta'lining o'ngliq edi. Hazrati Xojai Nuran o'zining masiha sifatli ko'nglini tag'amning kesligi da'vo qilishga yuzlandirdi. Shu sababdan tag'am Mo'g'ulistonga borolmay Qashqarda qolgan edi. Suyunchak xonning vafot bo'lganligi xabarini anglab, tag'am xonga kishi avatgan edi. Qobi xonlarda bu xabar xonga yetish bilan xon tezlikda qaytdi. Xonning ahli ayoli Issiqko'lda edi. Şuna Issiqko'lga kelib, ondan qanqa ulang. Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozmasida yuqorqidek ilingan. Parischa 1-ci nusxasida va Tehron nashrida Qo'ng'ar ulang, Parischa 2-ci nusxasida Qo'tqar ulang, Toshkent ruscha nashrida Qo'shqar ulang deyilgan. Bilan Andijonga yurish qildi. Nazm. Lashkari bishu maru andaza, aylaban kina rasmini taza. Nalai kernayu naqare, Zuhraning ko'nglin ayladi pora, lashkar irul misli muru malik, garim rafliqda otashi davziq. Ular yasi davondan o'tib o'zkentga bordi. Tag'ammu Qashqar lashkari bilan yetib keldi. Nazm. Hamma fulu davash ahanin hay. Kinasi
Diva Bandu qal'a Ko'shay. O'zgan qal'asi nihoyatda mustahkam qal'a edi. Osonlik bilan ishg'ol qilindi, ondan Madu Xanzucha nashrida Ucha deyilgan muharrirdan g'a keldi. Butkul Farg'ona viloyatida Madudek mustahkam qal'a yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, kuchtungur sipohlar uni osonlik bilan fatih qildi. Ondan O'shqa keldi. O'sh noyisidagi hamma olimlar, kasıblar, butkul xaloyiqlar bilan kengashib O'zbek Suyunchi xon o'ldi. Endi ularning ittifoqlashib biror ishqa qadam qo'yishiga ma'lum muddat kerak. Uninggacha Andijonni elib qal'ani qo'g'dash tayyorligini qilayli. O'zimiz tog' ichida o'rilishayli. O'zbeklar tog' ichiga kirib bizni yo'qotishga ojiz keladi. Shunga qal'ani muhasir qilmaydi deb qaror qilishib Andijonga yurish qildi. Xonning Andijonga yuzlanganlik xabari anglangan hamon Shayboniy o'zbeklar hech loyihamu tuzmay, maslahat va taraddudmi qilmay oldin yurish boshladi va 7-kuni har tarafdan go'yoki posha va chumildak paydo bo'lishga boshladi. Shunga bu ishga fursatmi bo'lmadi. Qal'ani qo'g'dash ishlari ratga tushmadi. Xon ilojisiz butkul xaloyiqni ko'chirib elib yandi. Bu yurishda xonning lashkari 25 ming kishi edi. O'zbek lashkari 100 mingdan ko'proq edi. Nazm. Ki bo'lguncha tadbir ila korhal adu birla bihuda qilma jadal. Xon ko'chirib elib mangan xalqni Qashqarga avatib, o'zi Mo'g'ulistonga qarab ravon bo'ldi. Chunki u yerda ahli ayollar qolgan edi. Mo'g'ulistonning o'tliq otliq bir mashhur joyi bor. Xon shu yerda ahli ayoli bilan uchrashdi. Xon shuningdan keyin Rashid sultonni Mo'g'ulistonda qo'yib, o'zi ahli ayolni elib Qashqarga keldi. Bu qitimmi Qashqarda Hazrati Xo'jayi Nuran, Alloh uni omon qilg'ayning mulozimat sharbiga erishdi. Bu vaqa bo'lib o'tganda tarixning Hijriya 931-yili bo'lgan edi. Hijriya 931-yili, milodiya 1524-1525-yillarga to'g'ri keldi. Bu so'z Xanzucha va Qozoqcha nashrda oxirgi qitim deyilgan.